Qozog'iston, to'xta. Xullas bu videoning tagiga faqat Qozog'iston Almatadagilar komment yozadi. Manzara nima deyapti, manzara? O'zbekistonliklar ham kommentar yozishi mumkin. Faqat negativ yozmanglar. Chunki bunaqa chiroyli joylarga negativ yozish yarashmaydi, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi atmosfera qanday? Mashalloh. Hozir men Qozog'istondaman, Almata mehmonxonasida Octagon Liga konferensiyasiga kelganmiz, do'stlar. Xullas, Qozog'iston menga har doimgidek yoqdi. Har doimgidek ortiqroq yoqdi. Qozog'iston har tomondan menga yoqib bormoqda. O'zbekistonimizda yaxshi, tinch, odamlari ham xushmuomala, qizlari ham chiroyli, yigitlari ham muomalali, misol bir qo'pol narsalar yo'q, do'stlar. Xudo xolasa bizga ham tramvaylar ochilib qolsa kerak. Yurishini qaranglar buni. Ovozi ham chiqmaydi. Tramvay necha litr benzin yeydi 100 kilometrga? Kim biladi? Mana bu yerda avtobuslar qaranglar. Studentlar ertalab bu yerdan chiqayotganda ketayotgan hammasi. Shu joyda yana bitta savolim bordi. Mabodo taqdir taqozosi bilan men bir qozoq qiziga ko'ngil qo'yib qolsam, u ham menga ko'ngil qo'yib qolsa, men sovchi yuborsam berarmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Qozoq millati berarmidilaringiz, bovurlarim? Xafa bo'lish yo'q, bemalol javob berishlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.